yuridik klinika. Yuridik klinika. Yuridik klinikasi. Yuridik klinika. Tajribalar asosida bizlar yuridik universitetda shu 17-yili yuridik klinikani qayta tikladik. Toshkent davlat yuridik universiteti yuridik klinikasi yuridik ta'limdagi juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan tizim bo'lib hisoblanadi. 3,5 fuqaroga bepul huquqiy yordam berib kelmoqdamiz. Toshkent davlat yuridik universiteti yuridik klinikasini eng muhim loyihalaridan biri bu silkov loyihasi. Faoliyatim davomida yuridik klinikada olgan bilimlarim hozirgi ish faoliyatimda va bundan oldingi faoliyatimda ham menga ko'p yordam bergan. Yuridik klinikani aynan yuridik ta'limdagi o'rni katta va muhim. 25 yil bu bir zumda aytilsa ham, lekin juda katta muddat. Bugungi kunda yuridik ta'limda faqat bilim berish, balki fuqarolik ongini shakllantirish hamda qonun ustuvorligini ta'minlash uchun katta xizmat qilmoqda. Toshkent davlat yuridik universiteti yuridik klinikasi 25 yoshga to'ldi. Prezidentimizning 17 aprel oyida universitet faoliyatiga taalluqli maxsus qaror qabul qilindi. Bunda shu amaliyot darslarini kuchaytirishga alohida e'tibor berildi. Shu jumladan yuridik klinika faoliyatiga alohida to'xtaldi. Prezidentimizning qarorida qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida chet el amaliyotni o'rganganmiz. Bu masalada birinchidan albatta Amerika Qo'shma Shtatlari universitetlarining faoliyati, Germaniya Federativ Respublikasi va boshqa Yevropa davlatlarini, ayniqsa bizlarga shu katta turtki bo'ldi. Amerikada shu yuridik klinikaning faoliyati juda muhim bo'ldi. Bizlar bu maqsadda Boston kollejining huquq maktabiga xizmat safarida bo'lganmiz. O'rganganmiz, qanday qilib yuridik klinika ishlaydi, qanday metodik jihatdan nima qilish kerak. Shu xizmat safarida biz Washington universiteti, Georgetown universitetlarining faoliyatlari bilan tanishganmiz. Kabinetlarning, shu ofislarning, yuridik klinika ofislarining qay darajada jihozlanishigacha e'tibor qaratildi. Qanday qilib ish tashkil etadi bu yerda shu advokatlar bu yerda jalb qilinadi, universitetlarga yordam beradi. Kerak bo'lsa talabalar tegishli sudlar bilan hamkorlikda ish olib boradi. Ya'ni sudlar o'zining ko'rayotgan ishi bo'yicha bir tadqiqot o'tkazish kerak bo'ladigan shu universitetlar bilan hamkorligi bor. Shularga ishni beradi, kazus qilib. Real ishdan beriladi. Ular talabalar ko'rib chiqib o'zining xulosasini aytadi. Albatta bu sud o'zi hal qiladi, lekin ularning fikrlari bu talaba uchun katta amaliyot. Advokatlar juda yaqindan yordam beradi. Ularda har bir advokat, sudya, prokurorlar shu universitetlarda dars beradi. Bu yaxshi shakllangan amaliyot. Bu juda talabalar uchun katta motivatsiya beradi va ish o'rganadi. Keyin yana bir Amerikada bizlarga o'rgangan narsamiz, bizlarning ko'pincha advokatlarga yuridik klinika mo'ljallangan bo'lsa, Amerikada biz Georgetown universitetining yuridik klinikasida bo'lganmiz. Prokurorlar uchun ham prokurorlik faoliyati uchun ham yuridik klinika bor. Ya'ni talabalar real sud majlislarida qatnashgan, biz o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Ana shu tajribalar asosida bizlar yuridik universitetda shu 17-yili yuridik klinikani qayta tikladik. Boshida albatta bitta kichkina xona edi. Bir xonada biz bu yerga shu ko'rgan tajriba olingan boshqa materiallarda o'rgangan holda bizlar ham shu tegishli advokatlar bilan hamkorlik qilganmiz. Ko'p advokatlar bizlarga yordam berdi. O'zining ijobiy tajribasini, qanday qilib ish bilan kelganda qanday qilib tanishish kerak, qanday qilib ishni tashkillashtirish kerak. Bu klinikani ochganimizda bizlar albatta chet el hamkorlarimiz, xalqaro hamkorlarimiz, bu birinchidan albatta shu xalqaro nodavlat nashriyot tashkilotining O'zbekistondagi filiali, Amerikaning davlat departamenti ko'magida shu biz tashkil qilganmiz. Keyinchalik bizlarga shu BMTning taraqqiyot dasturi, USAID tashkilotlari bizga yordam bergan jihozlashda. Boshida shu bitta xona edi, keyinchalik u kengaydi. Albatta biz mahalliy o'zimizning advokatlik firmalari ham bo'ldi. Boya bizlar bilan ishlagan, shular jumlasidan Dentons advokatlik firmasi ham bizlarga shu jihozlashda yordam bergan. Albatta bu yordamlar uchun yana bir mana shu fursatdan foydalanib minnatdorchilik bildiraman shu hamkorlarimizga. Talabalarimiz shu tegishli bilim olish. Eng bu yerda shu boya aytganday faqat nazariya emas, talabalar ishlab o'rganish, ya'ni learning by doing degan prinsip bor. Ya'ni ishlab o'rganish. Shu bu yerda qanday mezonlar bo'yicha bu nima qilingan, talabalar tanlab olingan bu klinikaga. Ular ixtiyoriy ravishda, biz hammaga majbur qilmaganmiz, ixtiyoriy ravishda, chunki imkoniyat unga sharoit kerak, kengroq xonalar kerak, jihozlar kerak.
shu paytda ularning shu nimasi asosida murojaatlariga ko'ra bizlar tanlab olganmiz shu klinikaga. Shunaqa bular darslardan bo'sh vaqtlarida shu yerda tegishli o'zining bilimlarini orttirgan. Bu albatta bu talaba uchun katta amaliyot, lekin aholining kam ta'minlangan qatlamlari uchun ham bu katta bepul yuridik yordam. Ular ko'pincha shu mehnat masalalari, nafaqa masalalari va ko'proq ijtimoiy masalalar bo'yicha murojaat qilishgan. Bu juda katta tajriba. Bu talabalarning shu eng asosiysi yuridik kasb nima beradi, uning roli nima, yurisprudensiyaning shuda real o'zi hayotda ko'radi va universitet tugatgandan keyin diplom olgandan keyin bemalol ishlab keta oladi. Tegishli tashkilotlarda, shu jumladan advokatlik tuzilmalarida, sud idoralarida, prokuratura organlarida. Albatta o'quv jarayoni shu tegishli o'quv reja va dasturlar bo'yicha o'tkaziladi. Umuman talabalarning o'quv jarayonini shu amaliyotda uyg'unligini ta'minlash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Biz bu jarayonlarni juda moslashuvchan qilganmiz. Bundan tashqari xabarlarimiz bor. Bo'lajak prokurorlar klubi tashkil etilgan, bosh prokuratura hamkorlikda o'rgan ko'p xohlovchilar, bilasiz, prokuratura organlari nufuzi talabalar uchun juda muhim, umuman jamiyat uchun. Shuning uchun bu yerda shu tegishli tanlov asosida qabul qilinib, shu kelishilgan grafik asosida ular shu organlarda, bundan tashqari klinikada ham biz barcha sharoit yaratilgan. U yerda shu tegishli klinikaning xodimlari, u yerda professor o'qituvchilar biriktiriladi har o'zining mavzulariga ko'ra. Ya'ni bu uning nazariy auditoriya soatlariga umuman ta'sir qilmagan, albatta. Amaliyotda ham ishlashga, stajirovka o'tishiga, chet elda o'qishiga, boshqa xalqaro hamkorlik doirasida boshqa universitetlar, chet ellik universitetlar bilan 1-2 semestr davomida chet elda o'qib kelish qo'shma dasturlari joriy qilingan. Bu katta imkoniyatlar ochilgan. Hozir ham universitetda shu yaxshi sharoitlar ishlayapti, talabalar ko'p. Bemalol albatta chet tillariga alohida e'tibor qaratganmiz, chunki jurisprudensiyani bilish uchun albatta ko'p chet ellik manbalarda o'qish kerak. Chet ellik yuristlar uchun eng asosiy narsa networking, ya'ni hamkorlik, o'zining boshqa chet ellik hamkorlar bilan ishlash uchun til masalasiga juda alohida e'tibor qaratilgan. Klinika doirasida ko'pgina shu chet ellik hamkorlarimiz kelib universitetimizning faoliyati, shu jumladan yuridik klinika faoliyati bilan ko'rib o'z maslahatlarini bergan. Albatta bu hali bu ustida ancha klinika bugungi kunda ancha mening nazarimda kuchaygan, ancha ko'p talabalar jalb qilinadi, ancha imkoniyatlar ham kengaygan. Yuridik klinikaning asosiy maqsadlaridan biri talabalarning amaliy va nazariy bilimlarini oshirish hisoblanadi. Talabalar bu yerda haqiqiy huquqiy muammolarni o'rganishadi, fuqarolarga yordam berish orqali o'z kasbiy mahoratlarini oshirishadi. Toshkent davlat yuridik universiteti yuridik klinikasi yuridik ta'limdagi juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan tizim bo'lib hisoblanadi. Jumladan bu klinik ta'lim deb aytib o'tiladi, ya'ni huquqshunoslik sohasidagi talabalarni klinik ta'limi, amaliyotni o'rganishi. Ya'ni bunda aynan nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llab ko'rish ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladigan tizimdir. Yuridik klinikalar butun dunyoda ancha yillardan beri faoliyat yuritadi. Jumladan AQSh, Buyuk Britaniya, Yevropa universitetlarida ular uzoq yillik tarixga ega va mana bizning yuridik klinikamiz ham bu yil 25 yillik tarixini, o'zini yubileyini nishonlamoqda desak to'g'ri bo'ladi. Aytib o'tish kerakki, yuridik klinika talabalarni aynan fuqarolar bilan ishlash, ularni muammolarini o'rganish va ularga huquqiy maslahat berish, ularga huquqiy hujjatlarni tayyorlashga yordam berish ko'nikmasini shakllantiradi. Bu juda ham muhim. Ayniqsa bugungi kunda olib borilayotgan davlat siyosati doirasida bevosita fuqarolar bilan ishlash va fuqarolar bilan muloqot qilish, ularni muammolarini o'rganish va ularni yechimini topish siyosati doirasida aynan talabalarni muhim ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Buni natijasida talabalarimiz bevosita ish ko'nikmasi, ya'ni o'zini bilimini amaliyotda qo'llash ko'nikmasini shakllantiradi va o'zini mehnati bilan, o'zini qobiliyati bilan, bilimi bilan shunga ehtiyojmand bo'lgan fuqarolarimizga yordam ko'rsatib, o'zini ham sinab oladi va albatta yaxshi natijaga erishadigan bo'lsa, bu uni katta yutug'i hisoblanadi.
bu xalqaro miqyosda e'tirof etilgan tizim bo'lib, aynan yuridik klinikada faol bo'lgan talabalar har doim yuqori qo'llab-quvvatlab kelingan va baholangan universitetlar tomonidan. Shu o'rinda yuridik klinikani eng faol talabalarimiz har doim amaliyotda juda yaxshi natijalarga erishib keladi va xalqaro miqyosda ham xorijiy universitetlarga o'qishga kirishda yuridik klinikani faoli bo'lgan degan bo'lsa, ularni o'qishga qabul qilish imkoniyatlari ham kengayib keladi. Shu bilan birga hozirgi kunda biz yuridik klinikani yana ham kengaytirish faoliyatini tashkil etib kelmoqda. Biz uni tarkibiga street law loyihasi, ya'ni ko'cha huquqi deb atashadi, lekin buni asosiy mazmuni yoshlarda huquqiy bilimni shakllantirish, turli sohalar yo'nalishlarda ularni bilimini kengaytirish bo'lib hisoblanadi. Bu ham talabalar tomonidan ana shu yuqori sinf o'quvchilari, maktab yuqori sinf o'quvchilari hamda litsey va texnikum o'quvchilariga huquqiy bilimlarini shakllantirishga qaratilgan loyiha. Uni ham bir necha yillar davomida biz amalga oshirib kelmoqdamiz va ko'plab yaxshi natijalarga erishdik. Shu bilan birga ta'lim jarayonida klinik ta'limni kuchaytirish va uni o'quv jarayoniga ko'proq muvofiqlashtirish, joriy etish muhim hisoblanganligi uchun hozirgi kunda 3-kurs talabalarida biza majburiy ravishda o'quv rejasiga kiritgan holda mana shunday klinik ta'lim jarayonini tashkil etib kelmoqdamiz va talabalar haftani 1 yoki 2 kunini aynan yuridik klinikada va boshqa huquqiy maslahat berish joylarida va amaliyotda o'tashmoqda va buni albatta ta'lim sifatiga ta'siri yuqori bo'lmoqda. Shu uchun aytish kerakki, yuridik klinikani aynan yuridik ta'limdagi o'rni katta va muhim, uni rivojlantirish yuqori ahamiyatga ega va bu yo'nalishda xalqaro hamkorlik ham muhim hisoblanadi, chunki xorijiy mamlakatlar, rivojlangan mamlakatlar, mashhur huquq maktablari, ya'ni huquq fakultetlari, universitetlarida tajribasini bizni tajribaga qo'shib rivojlantirish ahamiyatli. Shu o'rinda biz ham yuridik klinikamizni raqamlashtirish bo'yicha ishlarni olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda onlayn huquqiy maslahat berish tizimi ham yo'lga qo'yilgan, lekin bu yo'nalishda alohida hozirgi kunda platforma yaratib, mana shu platforma orqali to'liq huquqiy yordam berilishi, huquqiy yordamlarni tahlil qilishi, muammolarni tahlil qilish va eng asosiysi mana shu yuridik klinikada o'rganilayotgan ma'lumotlarni o'quv jarayoniga ham joriy etish bo'yicha ishlar tashkil etilmoqda. O'ylaymizki, mana shu yuridik klinikani rivojlanishi yuridik ta'limni sifatini oshishga, amaliy o'qitishga qaratilgan yuridik ta'limni shakllanishiga xizmat qiladi va biz bu yo'lda yuridik klinikani yanada rivojlantirishni davom ettiramiz va o'ylaymizki, bu yaxshi natijalarga xizmat qiladi. Mamlakatimizda yuridik klinikani bepul huquqiy yordam o'rnatishdagi ahamiyati yuqori, chunki biz bilamiz, fuqarolarimiz har kuni mana shu klinikaga fuqarolar kelib murojaat qilishadi. Aynan pullik huquqiy yordam olish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqarolar murojaat qiladi va biz ko'rishimiz mumkinki, mana shu fuqarolarimiz har doim mamnun bo'lib, talabalarimiz va ularga rahbarlik qilayotgan ustozlarimiz tomonidan berilayotgan maslahatlar, huquqiy yordamlar ularni qoniqtirib kelmoqda va ular xursand bo'lib o'zining minnatdorchiligini bildirib ketmoqda, chunki ularni pullik huquqiy yordam olish imkoniyati cheklangan. Lekin ularga huquqiy maslahat kerak, huquqiy yordam kerak. Mana shu o'rinda ular mana klinikamizni e'tirof etishadiki, fuqarolar kelib bepul huquqiy yordam olib, maslahat olib va kerak bo'lsa o'sha yoshlarimiz ularni yonida yurib, ishini oxirigacha yetkazishgacha harakat qilib berishmoqda va bu aynan fuqarolarimizga ham katta yordam deb o'ylaymiz. Va bu yo'nalishda albatta mana shu fuqarolarimizni roziligini olishga harakat qilamiz. Yuridik klinika jamoasini albatta biz tabriklaymiz. Bu yubiley bilan ularning faoliyatini, natijadorligi bilan hamda ularni faoliyatida charchamasdan mana shu faoliyatni yana ham rivojlantirib ishlashlariga tilakdosh biza va albatta ularni tashabbuslari ko'p bo'lishini, ishining natijadorligini yuqori bo'lishini tilab qolamiz va bunga biz yonlarida turib ko'makdosh ekanligimizni bildirib qolamiz. Shuningdek, yuridik klinikaning yana bir asosiy maqsadlaridan biri aholiga bepul huquqiy yordam ko'rsatish hisoblanadi. Yuridik klinika har bir inson uchun ochiq va adolatli makon hisoblanadi. Yordamga muhtoj fuqarolarni tinglashadi, tushunishadi
va huquqiy yordam berishadi. Yuridik klinikadagi faoliyatni 2020-2023 yillarda olib borganman. Dastlab faoliyatimiz karantin sababli onlayn yo'lga qo'yilgan edi. Keyinchalik esa offlayn tarzda ham fuqarolar qabuli va klinikadagi faoliyatni olib borganmiz. Bunda o'sha klinika rahbariyati va klinikadagi xodimlar bizga yaqindan yordam berishgan. Boshqa talabalarga ham, ya'ni hozir yuridik universitetda o'qiyotgan talabalarga ham men yuridik klinikada faoliyat olib borishni, volontyorlik faoliyatida qatnashishni maslahat bergan bo'lardim. Negaki faoliyatim davomida yuridik klinikada olgan bilimlarim hozirgi ish faoliyatimda va bundan oldingi faoliyatimda ham menga ko'p yordam bergan. Universitetni tamomlash arafasida advokatlik firmasiga advokat yordamchisi sifatida faoliyat boshlagan bo'lsam, hozirda mana Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsman devonida o'z faoliyatimni olib boryapman. Ikkala tashkilotdagi faoliyatim davomida ham aynan klinikada olgan bilimlarim menga ko'p yordam berdi. Negaki ikkala tashkilotda ham men fuqarolar bilan muloqotda bo'ldim. Fuqarolarning qabullari amalga oshirilardi, ularga yuridik maslahatlar berish. Shu sababli ham klinikadagi faoliyatim menga katta yordam berdi. Klinikada biz faqatgina fuqarolarni qabul qilmasdik. Bundan tashqari universitetdagi o'qituvchilar tomonidan bizga seminar trening darslari o'tib berilardi. Klinika xodimlari tomonidan sud qarorlarini sharhlash amalga oshirilardi. Bu jarayonlarda faqatgina universitetdagi nazariy bilimlar bilan cheklanib qolmasdan, balki amaliyotga ham biroz yaqinlashganmiz. Aynan shu jihatdan ham advokaturadagi faoliyatim davomida sud hujjatlari bilan ishlashda, sudga da'vo arizalari tayyorlanish jarayonlarida menda qiyinchiliklar bo'lmadi va ombudsmandagi faoliyatim davomida ham fuqarolar bilan ishlashda, ular bilan muloqot qilishda, ularga yuridik maslahat berishda va ishonch telefoni orqali fuqarolar murojaatlarini qabul qilishda aynan klinikadagi bilimlarim ko'p yordam berdi. Yuridik klinikadagi faoliyatim menga insonlar bilan muloqot qilish ko'nikmasini berdi. Bundan tashqari sudlarga va boshqa tashkilotlarga arizalar va da'vo arizalari kiritilishi jarayonida ham aynan hujjatlarni tayyorlash jarayonidagi bilim va ko'nikmalarimni oshirdi. Shu bilan birgalikda u yerdagi team building ham jamoada ishlash, jamoa bilan birgalikda qanaqa harakat qilish ko'nikmalarini berdi. Mana yuridik klinika tashkil etilganligiga 25 yil to'ldi. Klinikani shu paytgacha faoliyati davomida juda ko'p talabalar volontyorlik asosida ushbu klinikada faoliyat yuritishdi va ularning ko'pchiligi hozir katta tashkilotlarda yaxshi lavozimlarda advokatlik faoliyatini olib boryapti. Klinikaga bundan keyingi faoliyatda ham omad tilayman. Xuddi shunaqa yaxshi kadrlarni yetishtirishda davom etsin va bundan keyin ham volontyorlik faoliyatini amalga oshirayotgan talabalar soni ko'paysin, klinikadan rozi bo'lib ketayotgan fuqarolar soni ko'paysin va keyinchalik 50 yillik, 100 yillik yubileylarda ham xuddi shunaqa birgalikda nishonlash nasib qilsin. Yuridik klinikaning asosiy prinsiplaridan biri aholining huquqiy savodxonligini oshirish, adolat va qonun ustuvorligini targ'ib qilishga xizmat qilish hisoblanadi. Bugungi kunda yuridik klinika har jihatdan yangi bosqichga ko'tarildi. Talabalarning qamrovi jihatdan qaraladigan bo'lsa, bugungi kunda klinik yuridik ta'lim asosida universitetning o'zida amaliy ko'nikma olayotgan talabalar soni 1000 nafarga yaqinlashdi. Universitet tarixida bu holat bo'lmagan. Ya'ni bu albatta o'sha klinikadagi yangi faoliyat turlarining tashkil qilinishi, yangi tashabbuslarning yo'lga qo'yilishi bilan bog'liq. Bugungi kunda fuqarolarning qabul qamrovi ham ancha oshdi, karrasiga oshdi. Bugungi kunda yiliga biz 3,5 mingdan ortiq fuqaroga bepul huquqiy yordam berib kelmoqdamiz. Bundan tashqari xalqaro aloqalar, xalqaro musobaqalar yo'nalishlari tashkil qilinib, bu sohada ham yaxshi natijalarga erishildi. Ya'ni masalan, shu mediatsiya yo'nalishida talabalarimiz butun dunyoda birinchi o'rinni olishdi. Bundan tashqari o'sha Parijda bo'lib o'tgan xalqaro mediatsiya musobaqasida ham birinchi marta qatnashga qaramasdan yaxshi ko'rsatkichlarga erishishdi. Bugungi kunda
yuridik klinikamiz ham jamiyat uchun ham talabalarning amaliy bilim va ko'nikmalarni egallashi uchun muhim maskan bo'lib xizmat qilmoqda. Yuridik klinika talabalarimiz uchun bir beqiyos kurash maydoni hisoblanadi. Ular o'z olgan bilimlarini qanchalik to'g'ri ekanliklarini, qanchalik qo'llay olishlarini real muammolar asosida sinab ko'ra olishadi. Bizda mana shunaqa holatlar bo'lgan. Bitiruvchi talabamiz 2 yil klinikada ishlagandan keyin Adliya vazirligiga ishga kirishga topshirgan va uning o'sha suhbat jarayonida klinikada volontyor bo'lganligini ko'rib imtiyozli tarzda qabul qilingan ishga. Ya'ni fuqarolar bilan ishlab 2 yil davomida o'sha ko'nikmani egallaganligi inobatga olinib. Bugungi kunda 25 yil davomida klinikamizda amaliyot o'tab chiqqan demak talabalarimiz turli sohalarda ishlashmoqda va ularning faoliyati ham klinikani yanada rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Boyagi o'sha kasaba uyushmasidagi yuridik klinikada ham bitiruvchilarimiz ishlaydi, ombudsmanda bitiruvchilarimiz ishlaydi. Hop, ekologiya vazirligi, boshqa ko'plab davlat tashkilotlarida aynan fuqarolar bilan ishlash bo'limlarida bizni yuridik klinikani bitirgan talabalar ishlashadi va bularning aksariyati o'sha klinikadagi faoliyatlari ularning keyingi o'sha ishlarida ijobiy ta'sir qilganligini aytishadi. Fuqarolarimizga nima beradi? Fuqarolarimiz mana biz oddiygina bitta da'vo arizani yozib berish yoki maslahat berish tajribali talabamiz uchun unchalik katta vaqt sarf qilmaydi, talab qilmaydi. Lekin fuqaromiz uchun bizga hatto shunaqa fuqarolar murojaat qilgan, o'sha muammoni hal bo'lmayotganligi ortidan uxlab bilmayapman deydi-da, stressga tushyapman deydi. Muammosini ichiga kirib o'rganib ko'rilsa, aslida bitta ariza bilan, murojaat bilan, to'g'ri murojaat bilan hal bo'ladigan muammo ekan va shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lganki, fuqarolar kelib yig'lab bizga talabalarimizga rahmat aytib ketishgan. Bu albatta talabaga o'zining kasbiga bo'lgan ishonchni, o'ziga bo'lgan ishonchni va kelajakda insonlar bilan ishlash ko'nikmasini taqdim qiladi. Bunaqa ko'nikmani birorta kitobdan u ola olmaydi. Bevosita real o'sha muammoga duch kelgan fuqaro bilan ishlab, uni nima deydi, o'sha qayg'usiga sherik bo'lib, huquqiy jihatdan yordam berish bu juda katta insoniylik hamda professionallikni talab qiladi. Biz erishayotgan yutuqlarimiz albatta jamoamizni tinmas mehnatining samarasi va volontyor bo'lgan 100 dan ortiq talabalarimizning mehnati natijasi bo'lib hisoblanadi. Talabalarimizsiz klinikani men tasavvur qila olmayman. O'sha uchun darsga kirganda ham, boshqa joyda o'sha nutq so'zlaganda ham, seminarlarda ham aytamizki, siz talaba bo'ldingizmi, birinchi kundanoq amaliyotni olishni ketidan tushing, ya'ni amaliyotni olishga harakat qiling. Diplomni kutib o'tirmang. Sababi siz olayotgan bilimlaringizni qanchalik sizga va o'sha jamiyatga foydali ekanligini uni amalda qo'llash orqali bilasiz. Siz darsdan 5 baho olishingiz mumkin, lekin o'sha bitta real vaziyatga o'sha bilimingizni qo'llay olasizmi degan savol sizni 5ingiz haqiqiy yoki haqiqiy emasligini belgilab beradi. 25 yil bu bir zumda aytilsa ham, lekin juda katta muddat, chorak asr muddat. Men yuridik klinikaga, O'zbekistondagi klinik yuridik ta'limga bundan ham yuksak natijalarni tilab qolaman. Bugungi kunda nafaqat Toshkent davlat yuridik universiteti, balki respublikaning barcha o'sha yurisprudensiya yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida ham shunga o'xshagan tashabbuslar tizimli yo'lga qo'yilishini niyat qilaman hamda bu borada yuridik universitet o'zining tajribasini, bilimini demak ulashishga doim tayyorligini aytaman. So'nggi yillarda yuridik klinikaga murojaat qilayotgan fuqarolarning soni yiliga 3000 nafardan oshdi. Shuningdek, yuridik klinikada amaliyot o'tayotgan volontyor talabalarning soni 200 nafarga yetdi. Toshkent davlat yuridik universiteti yuridik klinikasini
eng muhim loyihalardan biri bu Street Law loyihasi. Street Law loyihasi bu bizani volontyor talabalarimizga maktablarga borib, mana shu universitetda o'zlari o'rgangan bilimlarini oddiy sodda tilda maktab o'quvchilariga interaktiv mashg'ulotlar orqali tushuntirib berish imkoniyatini beradi. Va bizani talabalarimizni bu orqali o'zlarini o'sha nazariy bilimlarini bevosita o'qitish orqali samarali o'zlashtirishga olib keladi. Liderlik, vaqtni samarali boshqarish, samarali muloqot, yoshlar bilan ishlash, emotsiyalarni boshqarish, auditoriyani boshqarish singari mana shu muhim yumshoq ko'nikmalarni orttirishga demak muvaffaq bo'lishadi. Maktab o'quvchilarida esa huquqiy ong, bilim oshadi. Street Law loyihasi 2018-yilda Toshkent davlat yuridik universitetida demak ish boshlagan bo'lsa, 2019-yilda Toshkent shahrining 5 ta maktabidan bitta tumanida bo'lgan va keyinchalik bosqichma-bosqich barcha tumanlardagi maktablarda joriy qilinishi hamda bosqichma-bosqich respublika darajasiga olib chiqishga demak muvaffaq bo'ldi. Men o'zim mana shu loyihani 2019-2024-yillarda yurtda koordinatori bo'lganman va loyiha doirasida biz mana shu professor o'qituvchilarga hamda volontyor talabalarimizga avvalambor ularni loyiha haqida tushunchalarini shakllantirish treninglar o'tganmiz va xalqaro hamkorlikni biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Washington shahrida joylashgan Street Law Incorporation bilan ularning ekspertlari bilan birga olib borganmiz. Va loyiha doirasida mana shu respublikadagi turli viloyatlardagi yuridik texnikumlar bilan ishlab, ular uchun Street Law akademiyasini o'tkazganmiz va mana shu hamkorligimizni hamda loyihamizni yuritishni eng bir samarali bir bosqichi bo'ldi. Va mana shu akademiyani olib borishda texnikumlardan kelgan volontyor talabalar bir paytlar mana shu texnikumda o'qib yurgan talaba o'quvchilar maktablarga borib bizga loyiha darslarini o'tishgan edi. Biz havas qilganmiz, biz ham mana shu volontyor bo'lamiz deb. Men mana shu maqsad qilib shu texnikumga kirdim shu loyihani ortidan va kelajakda yuridik universitetda talabasi bo'lishni maqsad qilganman va yana o'zim volontyor sifatida maktablarga borib loyihaga a'zo bo'lib maktab o'quvchilariga shu Street Law loyihasi darslarini o'taman deb yetkazgan edim. Bilasizmi, bu narsa bizni juda ham ilhomlantiradi. Aslida yoshlarni ilhomlantirish, ularga bilimlarni berish, bu avlodlar o'rtasida qanaqadir bilimlarni yetkazib berishga zamin yaratadi. Yuridik klinika tashkil topgan dastlabki yillarda fuqarolar o'z huquqiy muammolariga yechim topish uchun yuridik klinikaga tashrif buyurishga majbur bo'lib qolishardi. Hozirgi kunga kelib esa yuridik klinikaning o'z maxsus sayti, Telegram boti va doimiy faoliyat olib boruvchi kol markazi mavjud. Bu orqali fuqarolar o'z uylaridan turib, o'zining huquqiy muammolariga yuridik klinika orqali yechim topishlari mumkin. Toshkent davlat yuridik universiteti yuridik klinikasi fuqarolarga beg'araz va bepul xizmat ko'rsatuvchi huquqiy maskandir.